Azizlarim, bugun 22-noyabr. Yondirib yubordi mana Gulrano. Qosimovlarni yondiryaptimi? Mana uni yana Gulranoga atab yozyapman. Quloq solinglar. Gulrano yondiryapti mana. Siz yigitlarga aytadigan gapim, quloq soling. Mana avval Halima Xudoyberdiyevadan keltiraman, Halima opamizdan. Mana navbat yozgan Halima opamiz, quloq soling. Oshkora aytganlarning ko'ngli bo'lsin tog'. Oshkor aytganlarga mening hurmatim. 70 yil yashadim va lekin biroq nomardning bir oshkor ishini ko'rmadim. Endi kaminadan tinglang. Oshing halol bo'lsa ko'chada ich deb aytilgan hikmat bor o'zbek xalqida. Lo'ttibozlar yashar pinxona oshib, bugun shular yashar xalq tepasida. Lo'ttiboz qo'rqadi oshkoralikdan. Oshkora osh yesa tiqilib o'lar. Oshkora yasholmas ichqoralikdan. Oshkora yashasa tez kunda so'lar. Oshkora ish ko'rmas savodsiz qozi. Chunki dalil tahlilini u aslo bilmas. Bunday qozi xalqin qilolmas rozi. Chunki u xalqini nazarga ilmas. Oshkora yashaydi halol insonlar. Halol topganini oshkora oshab, xalqining qalbidan joy olar ular, tarixda qolishar mangu bo'p yashab. Bugun O'zbekiston boyliklarga kon, zaminin osti-yu va usti to'la. Bu vatan yana ko'p o'g'riga makon, xalqning qalbi esa g'am to'la g'o'la. Xalq holini so'rovchi biror kimsa yo'q. Yangi O'zbekiston nomli vatanda hol so'rash o'rniga qiladilar do'q. Lo'ttiboz boshliqlar semiz tanada. Halima, Gulchehra ismli opalar, Xudoyberdiyeva, Nurullayeva, vatanning kechagi tarixi ular, bugun xalq ularni eslaydi qumsab. Ammo bugun chiqdi quyoshdek porlab, O'zbegimning Gulrano hur qizi yutib qizimoqda vulkan bo'p portlab, bunga sabab xalqimning shu yulduzi. Ana shiddatkorlik, ana matonat, jussasi kichkina sher yurak qizda hech bir yigitda yo'q bunday jasorat, raqiblar akillar panohini izlab. Qora qosh, qora ko'z, uzun kipriklar, go'zal yuz, kichkina kelishgan qomat, nayning nolasidek yoqimli ovoz, ammo lekin qalbi to'la jasorat. Ta'rif tavsifiga so'zim yetmaydi aytish uchun Gulrano xislatin, lekin aytmasam qalbim hech tinchimaydi xalqiga shu qizning kamtar xizmatin. Ey siz o'zin yigitman deb yurganlar, ey siz pahlavon, ey siz o'zin pahlavondek sezganlar, ey siz sherzodman deb ko'p hayqirganlar, bormi sizda shu qizdagi sezgilar? Bugun sizlar baringiz bir to'planib, bo'lolmaysa shu qiz kabi mardona va hattoki qilolmaysiz muxbirlik, YouTube'da ko'p hayqirsa-da Marjona. Marjona Eshquvvatovadir u qiz. Va u ham shu YouTube'da trendda. Ko'p yigit bo'lolmas shu qizdek hanuz, yigitlar ko'rsating o'ziz mardlikda. Yigitlar hayqiring, bobo hayqiryapti. Hayqiring siz. O'zbegimi yigitlari hayqiring. Gulrano bu Qosimovga bag'ishladim. Shunda Marjona Eshquvvatovani ko'shib qo'ydim. Yaqinda uni ham qamashuvdi borib. Ishtoniga suzishib qo'yishvardi o'sha. Unga Marjonani qamaganlar, Marjona Eshquvvatovani qamaganlarni birortasini bir hech bo'lmasa birorta chora ko'rishmi bu mana bu daga. Ko'ryapsizmi xalqim? Qay darajada yigitlaringiz ahvoli. Sherzodman Qudratxo'jaman deydi. O'rgan Sherzod Qudratxo'jaman u. Dangallikda mana o'turay deydi. Barakalla Gulrano. Barakada Marjona. Sizlar ko'p bor, lekin haddan tashqari kamsizlar azizlarim. Aslida Sherzod Qudratxo'jadan ta'lim olayotganlar sizlarda o'nlaringga chiqish kerak edi. Gulrano, barakalla Qosimova, barakalla Marjona Eshquvvatova. Ta'zimdamonlaringda. Kamtarona xizmatim shu sizlar uchun. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.